Ko'ngilli qilinglar to'q. Qo'shimcha shartlari yo'q. Bizada yo'q hech qanaqa homiy. Yaxshi ishlarni Xudo qilsin davomiy. 10 ta tekin mashinadan 5-inchisi ham o'zini o'rinli egasini topdi. Demak, tanishamiz. Toshkent viloyati Olmaliq shahridan Abdullayev Otabek akamga nasib qildi. Otabek aka bu mashinani tekinga olish uchun nima qildingiz? Allohdan so'radim, sizlarga obuna bo'ldim, menga nasib qildi. Haqiqatdan o'rinli joy ekan, sababi 4 kishidan iborat oilani bitta o'zlari boquvchisi ekanlar, hattoki xususiy uylari ham yo'q ekan, hokimiyat tomonidan berilgan bir xonali uyda kun kechirar ekanlar. Xudo xolasa shu mashina sababli turmushlari yengillashsa biz xursand bo'lamiz. Shu yerga kelganimcha ishonmagan edim, men haqiqatiga men oldim. Sizlarga Alloh bersin. Rahmat. Dalil isbot tariqasida oldi sotish shartnoma va texnik pasportlarni ekraningizga chiqarib qo'yamiz, ko'rib olishingiz mumkin. Otabek aka, hayotingiz davomida mashinangiz bo'lganmi? Yo'q. Shu birinchisimi? Ha. Shu Matiz Tahoe bo'lib ketsin, iloyim aka. 2007-yilda ishlab chiqarilganligiga qaramasdan hech qanaqa ishi yo'q, tormujasi sog', tayyor, toychoq. 4 ta yangi balon bor, metan gazi ham bor, xizmatga tayyor. Xabar yo'q insonlar uchun takrorlayman, biz haqiqiy haqqoniy giveaway o'tkazamiz. Haqiqiy giveawayda hech qanaqa homiylar, sponsorlar bo'lmaydi. Faqat bizagagina obuna bo'lganinglar uchun, shunchaki sizlarni rag'batlantirish uchun 10 ta mashinani tekinga beryapmiz. Bizning Instagram va Telegramimizga va meni shaxsiy Instagramimga obuna bo'lgan bo'lsanglar bo'ldi. Mana bugun 5-inchisi o'z egasini topdi. Hali teng yarmi sizlarni kutyapti. Ulardan bittasi sizniki bo'lishi mumkin. Bundan keyingi yana 5 ta mashina ham o'zini o'rinli egalarini topadi degan umiddamiz. Shunchaki bizaga obuna bo'lib kuzatib turgan bo'lsangiz bo'ldi. Mabodo bu tekin mashinalar sizga nasib qilmagan taqdirda ham bizning Telegram kanalimizga obuna bo'lib e'lonlarni kuzatib turgan holda eng oxirgi narxlarda uy-joy yoki mashinalar sotib olishingiz mumkin. Qaytaraman, hech narsa sotib olmagan taqdiringizda ham moliyaviy savodxonligingiz oshib turadi. Narx-navolardan xabardor bo'lib turasiz va qimmat narxga olib yutqazib qo'ymaysiz. Bir so'z bilan aytganda, xalq uchun foydali va kerakli kanal.